qonni tomirlarda yaxshi yurishi uchun tomirlar toza bo'lishi kerak. Tomirlarni yaxshi tozalaydigan uni ham o'zini nimalari bor. Masalan, tomirlarda shamollash bo'lsa, shamollashning natijasida o'tlarda tromblar paydo bo'ladi. Tromblar paydo bo'lganda qon yaxshi yurmay qoladi o'sha joylardan. Yaxshi yurmagandan keyin u qon aylanishi buzildimi, kerakli oziqalar ham yetarli kerakli joyga yetib bormaydi. Shuning uchun o'sha tromblarni so'rdirib yuboradigan narsalardan bittasi bu shoftolini danagini mag'zi bo'ladi. Buni ham topsa bo'ladi. Agar bu bo'lmasa, aytaylik achchiq bodom. Achchiq bodomni mag'zi yoki bo'lsa uni yog'lari sotiladi hamma joyda ko'p. Shulardan iste'mol qilib yursa, mabodo shunaqa tromblar paydo bo'lsa, shularni u so'rdirib yuboradi. Zanjabilni ichib yurganimizda zanjabil haligilarni hammasini suyultirib chiqarib yuboradi, oqizib yuboradi. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Qon tomirlari yaxshi toza bo'lishi kerak. Elastikniy bo'lishi kerak. Ya'ni ular egiluvchan bo'lishi kerak, qotib qolishi kerak emas. Qon tomirlarini o'sha qotib qolishidan ham ehtiyot bo'lish kerak. Qon tomirlarini elastikniy qilib beradigan narsalardan bittasi boya aytdik, hali uzumi danagi. Uzumi danagini iste'mol qilib bersa, qon tomirini yaxshi elastikniy qilib beradi. Keyin zaytun yog'i. Zaytun yog'i ham qon tomirlarini yaxshi tozalaydi, juda katta foydasi bor. Mana shunaqa ovqatlarga, tabiiy narsalarga e'tibor berib borsak, shunda organizm demak o'zini kerakli nimasini bajarib boradi, o'zini faoliyatini yaxshi bajaradi. Tanamizdagi a'zolar.